Bitta narsa aytmoqchimanda, kim gellar bilan ishlaydi-ku, gellar bilan kim popa qiladi, filler qiladi, ko'krakka qiladi. Ko'kraklarda men umuman tavsiya qilmayman qilishni. Lutchi ko'kraklarda men o'zim shaxsan jo'nataman plastik jarrohga implant qo'ydirgani. Ko'krak juda ayol kishi nervni, u emizadi, bolani homilador bo'ladi-da, ko'krak o'sadi. Поэтому здесь опасный ko'kraklar bilan ishlagani. Popa bilan не так опасный. Popa bilan o'zi yog' qavati ko'p, to'g'ri agar jarayoni to'g'ri bo'lsa, to'g'ri sloy bo'lsa, popa bilan muammo bo'lmaydi unaqa, как ko'krak bilan. O'zini ustasiga jo'natinglar, plastik jarroh implant qilsa o'shanda zo'r katta va chiroyli natija bo'ladi. Albatta, grudlar sochni, chiroyli, osilmagan bo'ladi. Bu to'g'ri ma'lumot. Klient ham, patsient ham shoshilmasga, unga bunga borganimiz o'sha kosmetologda o'sha vosanda o'sha kosmetolog hal qilib beradi. U topadi, u kerak bo'lsa o'zini doktorlari bor, kerak bo'lsa o'zini ustozi bor, yordam berishga, natija berishga va muammosini hal qilib berishga albatta kosmetolog qilib beradi. Albatta ishoninglar o'zlaringni kosmetologlaringga. Zo'r natijaga ega bo'lasizlar. Muammo bo'ldimi, kosmetologlaring hal qilib berishga zarurati bor.